Assalomu alaykum barchaga. Sizlar bilan Hamidulloh Tursunboyev. Instagram. Ushbu videoda SAT'da eng ko'p tarqalgan va ko'pchilikni обязательно qiynaydigan misol turi. Best interpretation savol turlarini hamma turdagisini birma-bir ko'rib chiqamiz. Xudo xohlasa manfaatli bo'ladi. Iloji boricha maydalab, ipidan ignasigacha tushuntirishga harakat qilaman, e'tiborli bo'lasiz. Hop, basic interpretation savollari demak boshladik. Bunaqa savol nimani so'raydi? Sizga harakat tenglamasini berib turib, tenglamadagi sonni, harfni, ta'rifini so'raydi. Ta'rifini so'raydi. Kelli umumiy qoidalarni avval bilib olaylik. Chizig'li funksiya berib, shu yerdagi kani yoki b ni ta'rifini so'raydigan bo'lsa, siz kali so'zlardan foydalansangiz bo'ladi. Kani o'rnidagi sonni so'raydigan bo'lsa, doimo variantlar ichidan, javoblar ichidan every, pair, each. Mana shulardan bittasi qatnashganini olasiz. Every pair each degani har safargi har bir degan ma'noni anglatadi. Nimaga rostdan ham o'zi k ga e'tibor qilinglar, bu x ni har safargi qiymati bu. Ha, har safargi darajamiz hisoblanadi. O'zimiz ham mana ta'riflayotganda aytyapmiz, har safargi deyapmiz-ku, demak bu yerda ham har safargi degan so'z ishlatilinishi kerak. Harakat tenglamasini berib, yana chizig'li funksiya b ni o'rnidagi sonni ta'riflab ber deydigan bo'lsa, javoblar ichidan one time, initial yoziladi, start yoki begin. Bularni hammasi dastlabki degan ma'noni anglatadi ingliz tilida. Mana shu so'zlar qatnashganini to'g'ri javob sifatida olaverasiz. Rostdan ham b bu nimanidir dastlabki qiymati y intersepi hisoblanadi. O'zi SATdagi har bir masalamiz hayotdagi qaysidir voqea hodisani ko'rsatadi. Hodisani tasvirlaydi. Ana shu hodisani dastlabkisi doim b ni o'rnidagi son bo'ladi. Biroq hodisani boshlanishi bu b ni bildiradigan son. Hop. Demak, mana shularga e'tibor qilib qo'ysak bo'ldi. Birinchi misoldan boshlab shuni tatbig'ini ko'rib ketamiz. What is the best interpretation of 55? 55 ni eng yaxshi ta'rifini topib ber deyapti. Demak, bu yerda qandaydir hayotdagi voqea hodisa tasvirlangan, bizga bu shart emas nimaligini bilish. 55 ni bilsak bo'ldi. 55 kanonida kelyapti. Every pair ichdan bittasi qatnashgan olamiz. Javob mana each so'zi kelyaptimi? Tamom, mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Demak, 55 nimanidir har safargi qiymati deyapti. B javobga e'tibor qilinglar. Unaqa each degan so'z yo'q. S javobda ham each yo'q. D javobda ham unaqa each degan, every degan narsa yo'q. Va ba'zan ustozlar y ni ham aytib ketay, y ni ham so'rash mumkin. Buni kali so'zi total, umumiy bo'ladi. Ikkinchi savol. Mana yana harakat tenglamasi kelgan. Va which of the following quyidagilardan qaysi biri is the best interpretation of 200? 200 ni eng zo'r ta'rifi bo'ladi deyapti. 200 e'tibor qiling, o'rni kani o'rnida kelyapti. Each, every pair. Shulardan bittasi qatnashgan bo'lishi kerak. A javobda yo'q. B javobda mana each deyapti. Har safargi qiymati bo'ladi deyapti. Bu to'g'ri javob endi. S javobda unaqasi yo'q. D javobda ham unaqasi yo'q. Naborot total deyapti. Bu y da aytyapti. Xato bo'ladi. Uchinchisi judayam bahaybat masala, e'tibor qilinglar. Ammo osonlik bilan yetsak bo'ladi. Best interpretation eng yaxshi ta'rif nima bo'ladi? 311 ni. 311 ustozlarim b ni o'rnida kelyapti. Dastlabki degan ma'noni bildiruvchi so'zlarni topishimiz kerak. Mana one time, initial, start yoki begin. D javobga e'tibor qilsanglar, mana began so'zi turibdi. Boshlangandagi qiymati degan ma'noni bildiradi. Began degan boshlanish. D javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. S javobda ich turibdi, bu can aytib qo'yapti, xato bo'ladi. B da ham ich turibdi, bu ham xato bo'ladi. A javobda demak, man total y haqida gapirayotgan bo'lishi mumkin, o'qiganimiz yo'q. A javob lekin to'g'ri emas. D javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. To'rtinchi savol. Which statement, qaysi gap is the best interpretation, eng yaxshi ta'rifi bo'ladi? Nimani? Y interceptni. Funksiyani y intersepi. Y o'qini kesib o'tgandagi nuqtasini ta'riflab berdi. Bu x noldagi qiymatni degani. Nima bo'ladi fximiz? 60 ga teng bo'ladi. 60 ning eng yaxshi ta'rifini aytib ber deyapti. 60 nima o'rnida kelyapti? B ni o'rnida kelyapti. Start beginlardan bittasi bo'lishi kerak.
Bu yerda 15 ta aytgan xato. 15 bu begona narsa, bu ham xato. S yoki D. S'ga qarasam mana bergan so'z turibdi. Boshlang'ich qiymat. S javob to'g'ri bo'ladi. D javobda mana ich har safargi qiymat degan xato bo'ladi. Beshinchi savol. What is the best interpretation of 016? 016miz kanonida kelganmi? Every pair each. Bu yerda start deyapti, bu xato bo'ladi. End oxiri degan, bu ham xato. Each day har kunlik qiymati deyapti. Siz javobimiz to'g'ri bo'ladi. Kanonidagi son 16, shuning uchun ichda olyapmiz. D javobimiz ham xato bo'ladi. Bunaqa each pair every so'zi yo'q. Oltinchi misol. Endi 390 ni interpretation ta'rifini topib berdi. 390 B nonida kelyapti. Nimanidir boshlang'ich qiymati. Xo'p, A javobda hech qanaqa kalit so'zimiz yo'q. B javobda yo'q. S javobda start so'zi turibdi ekan. Bu boshlang'ich degani S javob to'g'ri bo'ladida. Total deyapti, umumiysi deyapti. Bu xato bo'ladi. Y ga dalolat qiladi. Hop, endi bu kalit so'zlar bilan ketish so'zlar. Endi o'qib chiqaylikchi. O'zi o'qib chiqqanimiz o'zi qanaqa tasavvur paydo bo'ladi bizda. Yana mana harakat tenglamasi berilgan. Aytyapti. The given function f estimates f funksiya ko'rsatadi the distance. Masofani. A train has traveled. Train degani poyezd bosib o'tgan masofani ko'rsatar ekan kilometrlarda. From a station. Station degani stansiyadan x hours after crossing the city border. Crossing kesib o'tish, city border shahar chegarasini, demak stansiyadan shahar chegarasini kesib o'tgandagi masofani ko'rsatar ekan. Hop, ustozlarim mana. Aytaylik, mana bu stansiya bo'lsin, mana bu shahar chegarasi bo'lsin. Ha, poyezd shu yoqqa qarab ketyapti. U stansiyadan chegaragacha bitta yurgan, chegaradan keyin x soat masofani bosib o'tgan. Mana x hours degani x soat after crossing the city border. Shahar chegarasini x soat kesib o'tgandek masofa. Qanchadir yurgan bu yerda, endi bu yerda soatiga x soat yuryapti ekan. Xo'p, tenglamaga e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bu yerda 8 kilometr yurgan bo'ladi. Shahar chegarasidan mana 50x masofani bosib o'tgan bo'ladi. Umumiy 8 + 50x bo'lyapti. Shu yerdan 8 ni qiymatini topib ber deyapti. 8 nima bu ustozlarim? Stansiya bilan chegara orasida bosib o'tilgan masofa. Between station and city border, stansiya va shahar orasi, shahar chegarasi orasida poyezd bosib o'tdi 8 kilometr. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. B javobda ustozlar 8 km/h tezligini aytib qo'ygan. 8 bu tezlik deyapti, speed deyapti. Bu xato bo'ladi. 8 tezlik emas, bu masofa edi, to'g'rimi? S javobda ham tezligi 8 kilometr taqsim soat bo'lgan deyapti. Yo'q, tezlik emas, u masofa, u distansiya dedik-ku. D javobda after crossing the city border, shahar chegarasini kesib o'tgandan keyin train, poyezd bosib o'tdi 8 kilometr. Yo'q. Shahar chegarasini kesib o'tgandan keyin emas, u shahar chegarasigacha 8 kilometr bosib o'tgan. Bu ham xato bo'lar ekan. 8-chi savol. Endi bu sal boshqacha savol turi. Base interpretation ikkinchi turi ustozlarim. Mana bunaqasini so'raydi. P3 ta 450, mana shuni eng yaxshi tarifini topib ber deyapti. Bunga ham texnika aytaman. Praktis davomida ham, imtihon davomida ham xuddi shunaqa qilib ishlaysiz. 3 ustozlarim nimani o'rnida kelyapti? V ni o'rnida kelyaptimi? V o'z masalada nimani bildiradi? V voltlar soni ekan. Ha, fizikadan bilamiz voltlar. Endi 450 nimani o'rnida kelyapti? PV ni o'rnida kelyapti. PV nima o'zi? P gives the relationship between the instantaneous power. PV bu power, kuch ekan. 3 voltda quvvatim, powerim 450 ga teng bo'lar ekan. Javoblar ichidan endi 3 volt bilan 450 power so'zi bilan kelganini olamiz. Mana 3 volt kelyapti, 450 power bilan kelyapti, watt ekan bu. To'g'ri javob bo'ladi. Hop, 3 amper deb qo'ygan. Bu xato bo'ladi. 3 amper emas, volt edi. 3 watt deb qo'ygan, 450 volt deyapti. Bu ham xato bo'ladi. Teskarisini aytib qo'ygan. D da 150 amper degan, bu ham xato bo'ladi.
Ho'p, tushundik. Imtihonda ham mana shunaqa qilib ishlasak bo'ladi. Hozir A javobda nima chiqdi mana? 3 volt bo'lganda quvvat 450 vattga teng. Bo'ldi. Shuncha narsani o'qib o'tirishni hojati yo'q. Keyingisi yana F2 da 170. Mana shuni base interpretation'ini topib ber deyapti. 2x o'rnida kelyapti. Masalada x bu minutlar soni ekan. 170 ustozlarim fx ni o'rnida kelyapti. Fx'imiz nima? Models depth below sea level meter. Bu metrlar soni ekan. Ikkinchi minutda 170 metr bo'lgan. Hop. Ikkinchi minutda mana 170 metr deyapti. A javobimiz to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi minutda 170 yo'qmi? Bu chala ta'rif bo'lib qolgan. Chala bo'lsa bo'ldi xato. 2 ham 170 ham qatnashi kerak. S ham xato bo'ladi. D 170 minut deb qo'ygan, bu ham xato bo'ladi. Osonmi? Juda ham oson. Xo'p. Yana xuddi shuni sal boshqacharog'i. Yana which statement qaysi gap? Mana buni eng yaxshi tarifi bo'ladi deyapti. X o'rnida 1 kelyapti. Xo'p, 1 x nima bu? Days, kunlar soni ekan. 58 ham y o'rnida kelyapti. Y'imiz nima? Dollarlar soni ekan. Ha, demak, birinchi kunda qancha dollar bo'lgan? 58 dollar bo'lgan degan tushuncha kelib chiqadi. Mulohaza mana. Bir day to'g'ri 58 dollar. Ha, javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. 58 day deb qo'ygan. Yo'q, 58 day emas edi. Ha? Nima edi? Bir day edi. X'imiz 1 edi. Bir bu days bildirish kerak edi. Xato bo'ladi. S javobda endi eng muhim narsani aytaman. S javobda bu chala ta'rif bo'lib qolgan. A? D javobda 1 dollar 58 days deyapti. Bu ham o'zi xato bo'ladi. Bir kunda 58 dollar bo'lishi kerak. Endi juda ham muhim narsa aytaman ustozlar. Xuddi shunaqa turdagi base interpretationda savollarida mana shunaqa turlarda ustozlarim javoblarda increase va decrease so'zlari bo'lsa va start so'zi ham bo'lsa 100% holatlarda xato bo'ladi. Mana masalan bu yerda men hozirgina ko'rdim increase so'zi turibdi 100% holatda xato mana increase. Nimaga? Chunki bu e, birinchi kunda 58 dollar bo'lyapti-da, birinchi kunda 58 dollarga oshdi bo'lmayapti. Increase oshmoq. Decrease yo kamaymayapti-da. X mashinada Y mashinga teng degan xulosa kerak bizda. Increase decrease bu masalaga begona so'z hisoblanadi. Masalada yo'qmi? Ta'riflashda ham unaqa increase decrease so'zi bo'lmasligi kerak. Hop. F4 da 28 ni eng yaxshi tarifini topib ber deyapti. Hop, 4 M ni o'rnida kelyapti. M nimani o'zi bildiradi? Mana M bu kilogrammlar ekan. 28 FM ni o'rnida kelyapti. FM nima bu? Force, newtonlar soni ekan. Ha, 4 kilogrammda newtonlar kuchni miqdori 28 bo'ladi. 4 kilogramm 28 newton deyaptimi? A javob to'g'ri ekan. B javobim xato. S da mana 7 begona so'zlar umuman xato bo'lib ketadi. D ham shunda xato bo'ladi. Ho'p, 12-chi misolni ustozlarim sizlarga qoldiraman. Agar haqiqatan tushunayotgan bo'lsangiz, mana shu misolda ishlay olishingiz kerak. Comments qismiga men hammanglardan kutib qolaman. 12 ni javobini yozib qoldiring. Hozir pauza qiling, ishlang va javobingizni aytib qoldiring. 13-chi misol. Savolini o'qisak, 33-nolda interpretation ta'rifini topib ber deyapti ustozlar. Hop. 33 x o'rnida kelyapti. Nimani bildiradi u? X is the number of points player won. X bu player bildirar ekan. 0 y o'rnida kelyapti. Bu nimani bildiradi? Y mana. Y is the number of player 2. Number degani son. Player 2lar soni ekan y. Player 1larim soni 33 ta bo'lganda, player 2larim 0 ta degan javob kerak. Player 1 33 ta, player 2 33 deyapti. Bu xato bo'ladi. Player 1 33, player 2miz 0. Bu to'g'ri javob bo'ladi. Qolganlari endi shunday xato bo'lib ketaveradi.
Ho'p. X'imiz, 13'imiz x o'nda kelyapti. X o'zi nimani bildiradi? X is a number of triangles. 58'imiz y o'rnida kelyapti. Y nimani bildiradi? Y is a number of squares. Triangle uchburchak, square kvadrat. 13 ta uchburchak bo'lsa, 58 ta kvadrat bor ekan. 15-chi misol ustozlarim. T5 da 21. Shuni ta'rifini topib ber, deyapti. Hop, 5 ham nimani o'rniga kelyapti? X ni. X nimani bildiradi? X is the number of hours after 10 a.m. Nima? Soatlar soni ekan. Endi 21 nimani o'rniga kelyapti? Fx ni o'rniga kelyapti. Bu nima? Farengeitni ko'rsatadigan gradus ekan. Degrees deb qo'ysak bo'ladi. Temperature harorat ekan. Harorat tenglamas. 5 soat, temperature 21. To'g'ri bo'ladi. Endi e'tibor qilinglar. Mana yerda decrease so'zi turibdi. Bu xato, kamaygan. Decrease so'zi turibdimi? Bu ham xato bo'ladi. Bu yerda mana before 10 am, soat 10 dan oldin deyapti. Bizda after edi-yu, keyin. Shuning uchun bu ham xato bo'ladi. 16-savol. X interceptni eng yaxshi ta'rifini topib ber deyapti. X intercept topishdan oldin menga tenglama kerak. Tenglamani men chiqarib olishim kerak. Biz e, o'quvchilarimizga o'rgatamiz matematik tilga o'girish texnikasini. Kelinglar sizlar bilan ham bo'lishib ketay. Fx degan matematikada ham fx bo'ladi ustozlar. Is defined degan. Is degani ustozlarim teng degani. 17 degani matematikada ham 17. More than degani ta ko'p, ya'ni plus. 3 times 3 ko'paygan x. Mana funksiya chiqdi ustozlar. Shu yerdan x intercept topib berdi. X intercept bu y 0 bo'lgandagi qiymat. 0 teng 17 plus 3x, x teng bo'ladi minus 17 taqsim 3 ga. Mana x intercept minus 17 taqsim 3 ekan. Bu A javobda kelyaptimi? A javobimiz to'g'ri bo'ladi. Hop, kelinglar mana shu yerda endi P8 da 106 ni qiymatini topib ber deyapti-yu. Xatodan ketaylik. Mana decrease so'zini ko'rdim. Bunaqa bo'lsa, decrease, increase bori xato bo'ladi. Hop, S javobda. Yo'q, mana yana decrease so'zi. B yoki S to'g'ri bo'ladi, ustozlarim. 8 x o'rnida kelyapti. X nimani bildiradi? Days, kunlar soniga. Hop, keyingisi 106 bu Px, Pximiz, paper, qog'ozlar soniga. 8 blank sheet deb bo'ldi, bu xato. 8 days bo'lish kerak edi. S javobda mana 8 day, 8-kunda 106 ta qog'oz bor deyapti. Shu to'g'ri bo'ladi. 13-savol. V7 da 20 ni ta'rifini topib ber deyapti. 7 t ni o'rnida kelyapti. T mons ekan. 7 mons bo'lishi kerak. 20 pound bo'lishi kerak. Weight, vazn bildirar ekan 20. Javobimiz to'g'ri bo'ladi. Mana bu yerlarda increase'lar turibdi, o'zi bular xato bo'ladi. B da teskarisini aytib qo'ying. 19-savol juda ham ajoyib misol. E'tibor qilinglar. 2x ni ta'rifini topib ber deyapti. 2x ni. Mana nima bu? Kelib bilib olaylik tarjima qilib. A company that manufactures staplers. Staplerlar, qisqichlar ishlab chiqaradigan kompaniya calculates, hisoblaydi its monthly profit. Profit degan ustozlar foyda. Foydasini hisoblayotgan. Qanday qilib? By subtracting, ayirish orqali. Nimani? It is fixed monthly costs, xarajatini daromadidan xarajatini ayirib olsa, ha? Foydasi kelib chiqargan. Bu haqiqat. Demak, mana bu nima ekan? Bu revenue, daromad ekan. Mana bu xarajat ekan. Cost bo'lib kelyapti. Endi foydasi qolyapti $11,000. Bizdan nimani so'rayapti? 2x so'rayapti. Bu nima bu? Revenue. X dollar, X ta stapler sotganda daromadni mana. Revenue esa X ta stapler orqali kelgan deyapti. A javob to'g'ri bo'ladi. B da ham revenue, daromadi deyapti, faqat each deyapti. Har bitta steplerni narxi deyapti.
Yo'q, har bitta steplerimiz narxi bu ikkini o'zi. 2 dollardan bitta stepler narxi 2 dollardan turadi. Bu 2x bo'lsa bu umumiy. X tani narxi bo'ladi. Shuning uchun B javob xato bo'ladi. Hop, S'da xarajat deya bu xarajat emas, D'da ham xarajat deyapti. Bu xarajat bo'lmaydi. Yana bir narsani aytib ketay. Agar shu yerda ikkini o'zini so'raganida, mana ich bori to'g'ri bo'ladi. Bizdan endi 2x ni so'rayapti-yu. Umumiysini olishimiz kerak va x va steplerdan kelgan daromad. Shuning uchun A to'g'ri bo'lyapti. 20-savol. The graph models population grafik aholini ko'rsatadi, o'sishini ko'rsatyapti ekan. Thousands minglarda. Bu degani ustozlar mana 2 emas 2000, 4 emas 4000. X yer since 2013. Since degani dan beri. 2013-yildan beri aholini o'sishini ko'rsatar ekan. Bu degani mana 2013 2003 bo'ladi. Mana 2004 bo'ladi. Mana 2005 bo'ladi va hokazo. Mana uni ta'rifini topib ber deyapti. Nima bo'ladi? Birinchi yilda aholi soni 424 ga teng bo'ladi. Birinchi yilimiz nimaga teng ustozlar? 2004 mi? Bir javob to'g'ri bo'lar ekan. Mana minglarda ko'rsatyapti. Xato bo'ladi, xato bo'ladi. Bu ham xato bo'ladi. Mana bir degani uchun bitta yil oldinga siljimiz bu 2004-yil bo'ladi. Endi yana boshqacha tur ustozlar, maza qilib ishlaydigan turimiz mana kvadrat funksiya bersa nima bo'ladi? Kvadrat funksiya berib ustozlar sizlardan yo 6 ni yo 3 ni qiymatini so'raydi. X mana bu vertex formula deyiladi. Kvadrat funksiyani shunaqa ko'rinishi ham bor. Anavi x0 y0 funksiyani minimum yoki maksimum hisoblanadi. X0 y0 da qiymatini so'rasa, u minimum qiymat degan javobni olishimiz kerak. Xo'p, endi bitta kalit so'zlarimiz, ustozlarimiz. Increase, decrease, start so'zlari bo'lsa, shu savollarda eslab qo'yinglar, xato bo'ladi. Chunki bu minimum qiymatda funksiyani o'sgandagi, kamaygandagi start degan boshlang'ich. Boshlang'ich qiymat emasda, minimum yo maksimum bo'ladi. Endi bizdan so'rayapti mana vertex 3. Ha? Funksiyani vertex 3larning ta'rifini topib ber deyapti. Y barobar fx degan y0 ni topib ber deb tushunsak bo'ladi. X0 o'zi y0 topib ber deyapti. Ko'pincha y0 so'raydi. Mana sizlarga texnika sifatida aytib ketyapman. Nimani bildiradi? Mana start so'z turibdi. Start bu xato bo'ladi. Ami B minimum balandligi 3 deyapti, minimum balandligi 6 deyapti ustozlar. 3 mi 6 mi ko'ramiz. X sekund ekan, x o'qimiz sekund ekan. 6-sekundda balandligimiz demak minimum nima bo'lgan? 3 bo'lgan. A javob to'g'ri bo'lar ekan. Minimum mana 6 bu balandlik emas, bu sekundni bildiryapti-yu mana. 22 da ham. 22 da boshqacharoq. Hop. Keling 22 ni fikrlashingiz uchun sizga qoldiray, qizig'roq bo'lsin. Ikkita savol mana sizga qoldirdim. 12 va 22-savol. Yechimlaringizni kommentda yozib qoldirasiz. 23-misol. Y-interseptini eng yaxshi ta'rifini topib ber deyapti. Ya'ni x teng 0 dagi qiymatini. Y nechiga teng bo'ladi? 29 ga. Hop. A javobda 29 o'zi qatnashmayapti. Xato bo'ladi. S'da ham xuddi shu holat. As end of aprel 2013da 29 midi yoki may 2013-yilda 29 midi? Mana aprel deyaptimi? Demak, B javobimiz to'g'ri bo'lar ekan. Xo'p, xuddi yana shunga o'xshash y-intersept qiymatini topib berdi. 28 aprel 2012. 25-savolda ustozlarim yana kvadrat formula berib turib, vertex 3-ni topib ber deyapti, ta'rifini aytib ber deyapti. 4-sekundda minimum balandlik 5 bo'lgan. Minimum balandligimiz mana 5. Minimum balandlik 4 deb qo'ygan. Bu 4 balandlik emas, bu nima bu? Sekundlar soni. Bu yerda start so'zi kelyapti. Boshlang'ich qiymati 5 deyapti, xato. Boshlang'ich qiymati 4 deyapti, bu ham xato bo'ladi. 26-misol ustozlar yana vertex uchlarini ta'rifini aytib ber deyapti. Xo'p,
X nolimiz 9/1 teng. X nimani bildiradi o'zi? Sekundlar ekan. Y nolimiz 10.700 ga teng. Y nimani bildiradi? Metrlar son ekan. 9/1 sekundda minimum balandligimiz 10.700 ga teng ekan. 10.700 metr, minimum 10.700 metr, 4/9. Xato. 9/1 bo'lishi kerak edi. 10.700 9/1 sekund to'g'ri bo'ladi. 4/9 deyapti. Bu 4/9 mana begona narsa. 9/1 metr 10.700 sekund. Bu teskari bo'lib qoldi. Xo'p. Yana bizdan vertex 3 tarifini so'rayapti. 3 tarif nima bo'ladi? 3 bu minimum balandlik bo'ladimi? Javob yana to'g'ri bo'laveradi. 28-misol. Yuqorida ham ko'rdik, to'g'rimi? 2003-yildan boshlab hisoblangan population aholi sonini ko'rsatyapti grafiga. 2003dan degani mana dastlab 2003-yil edi, bir yildan keyin 2004 bo'ldi, keyin 2005 bo'ldi va hokazo degan. Birinchi yilda 424 aholi ekan. Bu degani 2004-yilda aholimiz 4240 ta degan. Minglarda ko'rsatadi deyapti yana. Demak, qisqacha base interpretation mana shulardan iborat edi. Mana shularni yecha olsangiz men javob beramanki, Xudo xohlasa, hech qanday muammo bo'lmaydi. Bu eng qiyin masalalardan biri hisoblanadi. To'g'ri topsangiz, ancha yuqori ball beradi boshqa misollarga nisbatan. Sizlar bilan Hamidullo Tursunboyev bo'ldi. Manzur keldi degan umiddaman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.